man xotinim men o'tirma uyda. Söyle. Gap. Ha? Men uydaman, Marganzadaman. Xohlasa nomerini beraman, Luboy bilan ko'rishaveramiz. Unaqa tuhmat Allohdan qaytadi. Hammasi o'ylab gapirsin bitta. Siz ayting. Hammaga ayting. O'zbekistondagi o'zbeklarga protiv urmayman men hech qachon. Men Qozog'istonda 15 yildan beri ishlayman. O'zbekistonda konkretni Qozog'istondagilar bilan o'g'aylarim juda ham ko'p. Shu sani mana yuraging og'rib, men unaqa nima qilganingda shu dushib atirishga berdim bo'ldi. Bas hech nima yo'q mana joqda. Hammasi bilmayapti, ishonasizmi? Biladiganlar biladi, qolganlar bor-ku, qolganlar men uchun P. Tushundingmi? Mana u biladiganlar biladi, bo'ldi. Shular uchun aytdim hozir mana bu so'zni. Endi hamma men uyda o'tirman, dalimay Barganzadan. Bilmayman-ku endi. Alloh razıligi uchun beradi vot deb aytib o'tirolmayman-da, tushunasizmi? Uni yana boshqacha tushunadi-da. Tushunyapman, bag'ridan mana negativlarni o'qiyotganim. Ya. Men mana bu negativlar uchun men bu so'zimni aytayotgan jo'qman, mana dastoynilar uchun aytayotganim bo'ldi. Men Qozog'istonda 15 yildan beri yurman, Almatada da yurdim, Qarag'andada aslan yurdim, ko'p odam biladi. Astanada da, Chimkentda bar yerda men jukuram, O'zbekistondan da, Turkiyadan da. O'tganda 5 kun oldin qo'ygan videom, u naqd 1 yil oldingi video. Shuni aytyapman-da. Kim bo'lib yurgan odam Turkiyadan men Astanaga uchib borayotganim u, biletin odam biladi uni. U borib tushayotganim emas, u ushib ketayotganim u. Zachем bunday so'zlar undan ishlanganlar? Men prosta aytmadim-da sizni, vot sizni xotiningiz bor deb aytsam yana boshqacha tushunadi. Sizni kecha mana xotinim bilan o'tiribman mana. Sizin tashlagan videongizni 5 kun oldin hammasi Turkiyada deb o'ylayapti sizni. Hamma qalaganim qo'yam kerak bo'lsa, hozirda qo'yam deb o'ylayman. Hammasi o'ylab, shuni yomon aytib Sardorga yetkazyapti-da shuni. Endi o'lda ko'rsin. Yetdi-da hozir. Ko'rsin. Bo'ldi. Rahmat. Mana bu yoqda. Aha. Qarang, mana o'tkazganing bilan bo'ldi. Bu yerda hozir uni aytdimmi, aytmadimmi, uni tushunmaydigan odam tushunmaydi. Siz menga yuragim uradi deb yordam berganingizni bir Alloh biladi-da, Ravsh. Uni bu yerda ayt, 3000 odamga ayt, uning 2000 odami tushunishi mumkin. U qilganlari da siz menga mana bu yerda onang jalab deb kecha biladi. Ana kimdir yozibdi, xotining ko'chada yordam beradingizni, uni men endi hamma odamlarga ayta olmayman-ku endi. Menga Alloh razı olsun. Yo'q, kecha mana bu yerda daxli yozib berganda mananday xotiningni abayla, sen qayerda yursin, xotiningni kim ko'ryotir? Ana, meni xotinim qasimda quchog'imda tur har kuni. Mana hozir so'yla mana, eshitdingizmi? Aytish bizga. So'yla olmayapti bu. Salom ayting. A few moments later. Xafa bo'lib yuribdi. Prosta bebish biroz borib, mana shu bas gapni aytsin, nima deydi? Ha, boraman deyapti bebish. Biroq oldin o'tib, hech kimni majburlash yo'q. Tushunasizmi? Men prosta чтобы men bekorga, ne za что men mana shuni oldiga kelib, men prilagat qilmaganimni ko'rsin. Ko'rsin, bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Ko'nish qilmasligini biladi. Va alaykum assalom. Ravish, sizga bitta savolim bor-da. Aha. Ravish bir 4 oymi, 5 oymi oldin o'sha nimaga multikka padar ko'rgan paytingiz uyda bola chaqam bilan o'tiribman, mana deb ko'rsatdingiz, eslaysizmi? Ha, eslayman. Men uni o'tgan kuni efirda bebishni oldiga Sarvar aka oldiga aytdim mana shu yerga. Mana Xotinim emas edi, Sarvar aka o'sha payt bildim, uni xotinim emasligini bildim dedi-ku, men u xotinim emas edi u.